Zebur 110-chi munajjat. Parvardigor aytdiki egamga: O'ltirg'in sen, mening o'ng yenimda. Men dasatkucha dushmanlaringni oyig'ing ostiga. Parvardigor zo'raytar hukmronligingni Siyondan derki u sen hukm surgin dushmanlaring ustidan. Sen jang qiladigan kuni qo'shinlaringni yiqqanda taqvodorlaring chiqar o'z ixtiyorligida. Subhida kelur navqironlar oldinga xuddi shabnam tushgandek sen turgan taqqa. Parvardigor o'zgartmas qilgan munu qasmini. Manguluk ruhonidur sen Malkisidiqning qatordiki. Ey Parvardigor, turar egam sening o'ng tarafingda podshohlarni bichit qilar g'azabini ko'rsatgan kunida. U hukm chiqarar, xudosiz xalqlarga boshlarini hukm talqon qilib etar yer yuzida. Ularning zeminini to'ldirar jasadlarga. Egam yo'l ustida buloqdan suv ichar, kuch quvvat ilib maydisini egiz ko'tarar.